Nega aynayotganimizda burun bitib qoladi? Bu holat siz uchun ham tanishmi? Bu oddiy holatmi yoki qanaqadir kasallik belgilarimi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, yana bir foydali ma'lumotga ega bo'lasiz. Buning birinchi sababi gravitatsiya, ya'ni yerni tortish kuchi. Gorizontal holatda bosh va burunga ko'p qon oqib keladi. Natijada burun orqa havo o'tishi qiyinlashadi va burun bitadi. Uchinchi sababi allergiya, ya'ni uxlaganimiz, yotganimizda aksirish paydo bo'lsa, burunda, ko'zda qichishish, yoshlanish va burun bitish paydo bo'lsa, buni sabab allergiya hisoblanadi. Aynan yotgan joyimizdagi yostiqlardagi parli yostiqlar bo'lishi mumkin, adyollar bo'lishi mumkin. O'shalar changga nisbatan yoki bo'lmasam aynan xona changlariga nisbatan allergiya ko'rinishi namoyon bo'lib, burun bitadi. To'rtinchi sababi burun to'si qiyshiqligi. Aynan burun to'si qiyshaganda o'sha tomondan doimiy burun bitadi. Yoki chap tomonga yonboshlasak chap, o'ng tomonga yonboshlasak o'ng tomondan burun bitishi kuzatiladi. Bu holat o'zidan o'zi o'tib ketmaydi. Albatta bu holatda operatsiya qilishga to'g'ri keladi. Bu holat burun to'sining qiyshiqligidan operatsiyasi septoplastik amaliyoti deyiladi. Ma'lumot sizga qiziq bo'lsa, yuqorida havola chiqadi. Havola ustiga bossangiz, septoplastik amaliyoti to'g'risida ma'lumotga ega bo'lasiz. Oxirgi sababi sinusitlar. Bular nimalar? Gaymarit, frontit, har xil mana shu burun atrofidagi bo'shliqlarning shamollashi va burun yondosh bo'shliqlaridagi turli xil poliplar. Bular ham doimiy burun bitishiga sababchi bo'ladi. Sinusitlarning, ya'ni gaymaritning belgilari doimiy burun bitishi, boshda og'riq, tana haroratining ko'tarilishi va burundan jigarrang yoki yashil rangdagi, sariq rangdagi ajralmalarning kelishi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Burningiz doimiy bitsa, doimiy burun tomchilaridan foydalanayotgan bo'lsangiz, bu qanaqadir kasallik belgilari bo'lishi mumkin. Albatta, lor shifokoriga murojaat qiling, o'zingizni ehtiyot qiling.